Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Biz har yili hayit oldin video chiqaramiz va skidka qilamiz yangilarni. Faqat yangiga, buga mayli ko'proq yangi urg'u beramiz. Har yili hayit oldin, xudo xolasa hayit yangilanish bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Hurmatli kanal a'zolariga iltimos, qo'ldan kelsa kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Istifada yana kimni ko'rib, arzon o'tib qolishi sababchi bo'lasiz. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Kanalimizga sizga foydasi tegadi. Demak, yangi o'tlar boshlaymiz skidkasini. Oldin aytib qo'yay, bizda butun o'zidan bo'ylab yetkazib xizmati ham bor, butun o'zidan bo'ylab va undan tashqari bo'lib berish nasihat xizmati ham bor, uzun nasiya va boshqa nasihat orqali men yangi hammasini bo'lib berish chiqarib beramiz hammasini. Demak, kimga qiziq bo'lsa, telefon qilsa, past telefon raqam bor, telefon orqali javob gaplashaveramiz. Demak, ketdik birinchisi. Birinchisi Asus VivoBook. Chunki bu yerda ko'pchilik ochganman, ochmaganlarim bor. Hammasi yangi. Prosta ochishga vaqt yo'q, bitta o'zim men video olish jarayonida. Shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, sizlar tushunib olishga harakat qilasizlar. Bu birinchisi Asus VivoBook. Asus VivoBook degani boshqa Asusdan nisbatan yaxshiroq. Bu Asus VivoBook Core 3 13-avlod, 1335U hisoblanadi. Bu Core 5 13-avlod. Buni ikki xili bor bizda. Hozir bunda ekran dyumi kattarog'i bu. Core 5 13. Bu ekran dyumi 17 dyum. Ko'pchilik so'radi bizga, zakaz qildik. Bizga 17 dyum kerak, buxgalteriya ishlatamiz, ofisga ishlatamiz, kattaroq degan uchun zakaz qilindi. Bular Core 3 13-avlod, 16 GB aplikasiyasi bor va 16 GB DDR4 aplikasiyasi bor va 512 GB NVMe SSD'si bor. Ekrani Full HD IPS ekran. Ekran o'zidan IPS bo'ladi va klaviaturasi cho'tki chiqqan klaviaturasi. Toza amerikanskiy. Bu amerikan zakaz qilganmiz. Tagi pachetka va klaviaturasi butterfly cho'tki bu. Mac o'xshaydi. Qo'rga barmoq skaneri ham bor. Xullas, hozirgi zamonaviy notlar nima bo'lsa, hammasi o'zida jamlagan. Ekran IPS, tagi pachetka, qo'rga barmoq skaneri ham bor. Keyin dyum ham 17 dyum va so'nggi avlod i5 13-avlod 16 GB RAM, 512 GB SSD. Menimcha hamma uchun normal. Bu narxi bozorda yo'q narx aytaman, o'zim narxim pastda $390. Bu o'z narxi shunaqa. Bu narxi beryapman sizga. Bu skidka. Bu i5 13-avlod. Narxi juda udobniy, juda qulay narxda. Hozir. Endi bitta o'zimman sal vaqt ketadi taxashga. Keyin o'tbugimiz bu HP. Hamma ko'rsin parametrini, chunki Google ga ham chiqadi parametrlari. Intel Core 3 N305 8 GB xotirasi bor va 256 SSD bor. Bundan 5 unitalik ham bor xotirasi. Lekin narxi bir xil. Hozir men borni oldim. Ekrani Full HD IPS ekran bor. Buni ochmadim chunki hozir uchun vaqtim bor ochganda. Bundan ko'p bizga mana bu ko'rinish mana bo'ladi. Bu korpusi, bu ko'rinish mana shunaqa bo'ladi. Bu G1 model korpusi Core 3 N305, ya'ni Core 5 12 13-avlod bir xil bo'ladi. Bunda 8 GB RAM, 512 GB SSD'si bo'ladi. Tagi pachetka emas, ekran IPS bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu bemalol buxgalteriyaga, ITga, hisobotlarga bemalol chiqadi. Ko'rinishi mana shunaqa chiroyli chiqadi, ko'rinishi. Xuddi shunaqa silver rang chiqishi mumkin, ko'k rang ham bo'lishi mumkin. Bular narxga bo'lsak, narxi $290 beramiz. Bozor bundan narx yo'q, N305 dan. $290 dan narx yo'q. Juda ham arzon narxda. Bu ofisda narxida. Bu Core 3, ya'ni bunda eng yaxshi tomoni buni 8 yadro bo'ladi. 8 8 foto so'rab ko'ring. Core 3 12-avlodda, 10-avlodda 6 yadro bo'ladi. Bu 8 yadro 8 foto va ekran IPS. 8 ga xotirasi ham bor, 512 SSD'si ham bor. Narxi $290. Zo'r narx $290 ga. Buni soni cheklangan. Mana ko'rsatamiz. Keyingisi. Bu HP Ryzen 5 5500 8 GB xotirasi bor va 256 SSD'si bor. Ekrani Full HD IPS ekran. Buni hozir ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Shuni chiqarganda ko'rib, bitta bo'lsin ko'rsataman. Stop qiling. Bitta to'plasin. Bu HP Ryzen 5 5500 8 GB RAM, 256 SSD mana bo'ladi. Bu Ryzen 5 5500. Buni hozir chiqarguncha vaqt ketadi. Chiqarishim qiyin, yangi bo'lgan uchun hali. Buni ko'rinish mana bo'ladi. Ideal holatda. Bu ochganini ko'rsatyapman. Ryzen 5 5500 ekrani Full HD IPS ekran bo'ladi. Bu ko'rinishi G9 model, anaqa korpusining modeli. Lekin 8 GB RAM, 512 GB SSD. Buning eng yaxshi tomoni 6 yadro va 12 potok bo'ladi. Core 5 11 dan ancha yaxshi, 12 dan
sal pastroq. Lekin puli juda arzon. Narxi $320 beramiz. 300 ham beramiz agar kerak bo'lsa. Ryzen 5 bu, zo'r. Masalan, bosh IT ga ham, kerak bo'lsa avtokartga ham ko'pchilik bola so'radi mendan, mana shuni o'qityapti, IT ga bemalol, backendga, frontendga bemalol tushyapti. IT ga ham, ofisga ham, buxgalteriyaga ham bemalol tushadi. Bu tipi, buni o'zi asl tipi ofisda emas, bu o'rta IT ga ishlatadi, lekin siz bemalol ofisga ham ishlatishingiz mumkin. Bu Ryzen 5 5500 8 ga 512 yoki 8 ga ziyod bo'ladi. Bu hozir Celeron modelni ko'rinishi, lekin ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi, mana shunaqa, xuddi shunaqa bo'ladi. Narxi shunaqa chiqadi. Karpatni ochganim yo'q. Zaryad chot ketadi. Zaryadda bor o'zi bas, HP zaryad ancha yaxshi. Ko'pchilik bizda O'zbekiston Respublikasi ko'pchilik bizga HP so'raydi. Shuning uchun ko'proq HP qilganman. Hamma talab HP so'raydi. Shuning uchun ko'rsatyapman hammaga. Hammasidan bor. Bu xuddi shunaqa HP, mana oldin qiling. HP Core i5 12-avlod, 8 GB RAM, 256 GB SSD'si bor. Buni ham anaqasi ekrani Full HD IPS ekran bo'ladi. Mana. Ko'rinishi bir xil bo'lgani uchun ko'p chiqarmayapman hammasini. Shuning uchun hammasi bir xil ko'rinishi. Bu HP Ryzen HP Core i5 12-avlod, 8 GB RAM, 256 SSD va ekrani IPS ekran, korpusi metal korpus bunaqa gibrid bo'ladi, aralash bo'ladi. Anaqasi Type-C portlari, USB portlari bor. Bunda bemalol buxgalteriyaga, IT ga, hisobotlarga hammasi lubbiga tushiradi. Narxi ham juda arzon, narxi $380 beramiz. Yana ham kelishamiz, Bitta o'zim bo'lganim uchun hozircha video kerak bo'lsa olib chiqarish qiyin. O'shaning uchun ham hammaga ochiq ko'rsatib ketyapman. Bundan ko'p, bundan hammasining soni bor. Cheklanmagan. Keyingisi, xuddi shunday anaqasi bu. Core i5 13-avlod. Kelib ko'ring mana. Core i5 13-avlod. 16 GB RAM, 512 GB SSD xotasi bor. HP Ibrahim shunaqa ekran IPS, hatto Full HD ekran IPS ga bo'ladi. 16 GB RAM, buni ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Mana shunaqa. Bu Dual modeli. HP Core i5 10-avlod, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi buni ichidagisi. 16 GB RAM bor va 8 ga ham bor. 16 GB RAM, 256 GB SSD ham bor, 512 GB SSD ham bor. Bularda bu ham xuddi shunaqa, IT ga ham, buxgalteriyaga ham, hisobotlarga ham bemalol tushadi. Agar notebookka tushungan odam bo'lsa, o'zi Core i5 10-avlod deganda o'zi tushunib oladi. Tushungan odam bo'lsa. Buni ko'rinishi ham xuddi shunaqa. Keyin narxi nechi pul? Narxi $430 beramiz. Yana ham kelishamiz, lekin 16 GB narx zo'r narx, 16 GB ga. HP Core i5 13-avlod, 16 ga 512, $430. Agar buni soni kam lekin, kam qolgan. Keyingisi xuddi shunga analog HP Ryzen 7 ya'ni 7 naqasi 7400 buni 775 ham bor. Bu ham 16 ga 512 GB. Buni ranglari haqiqiy silver ham bor. Bu rang silver bor. Bu ham xuddi mana shunaqa chiqadi. Bular endi hammaga bitta hammaga ko'rsatyapman, chunki bu so'ng model korpus hisoblanadi HP-niki. HP Ryzen 5 7520 ham bor. 16 GB RAM, mana xuddi shunday chiqadi. Aynan mana xuddi shuni o'zi mana bu. Xuddi shuni o'zi ichidagisi. 16 GB RAM, 512 GB SSD xotirasi ham bor. Buni narxi $340 beramiz skidkada. Zo'r narx $340 dan. Mencha butun o'zimdan bo'lib topa olmaysiz bundan narxga. Topsangiz xabar berasiz, biz ham olamiz. Ryzen 5 7000 seriya 16 ga 512. Butun o'zimdan bo'lib yetkazib xizmati ham bor. Video sal cho'zilib ketdi, sababi o'sha yangi notebooklar videosi shuncha cho'zilib ketadi. Keyingisi bu notebookimiz Lenovo N4500 8 ga 256. Ya'ni bu N4500 bu hisobotlarga, ofislarga, IT ga bemalol tushadi. Buni hozir ko'rinishini qanaqa desam bo'ladi? Ko'rinishini ochish vaqti keldi. Mana ko'rinish mana bunaqa chiqadi. Ko'rinish mana bunaqa. Xuddi shunday chiqadi. Lenovo N4500 8 GB RAM, 256 GB SSD xotira bordi. Ekran Full HD, bu Full HD ekran ekan. Bu bemalol buxgalteriyaga, ofisga, ishlarga bemalol tushadi. Talabaga, o'qituvchiga, ustozlarga hammasi bemalol mos tushadi. Buxgalteriyaga ham zo'r. Buni narxi $210 qilib beramiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, bundan soni ko'p kelishda beramiz. Agar video chiqqancha qolsa, kelishda beramiz narxlarni. $210 ham zo'r narx. 8 ga 206 ga. Yana ham kelishamiz. To'yimiz yetmaydi. Keyingisi.
Bu mana bu zo'r narx. Bu Lenovo Core i5 13-avlod. 13-avlod, ya'ni 13420 bu hash prosessor. Ya'ni hash bu bilasizmi, igro prosessor. Oldiga olib keling, ko'rsin. O'sha kelda ko'rib, o'zi Google'dan esa chiqib kelgan narxlari. Core i5 13-avlod, 8 Full HD IPS ekran bor, Full HD ham bor. Bularda ko'rinishi chiroyli. Mokri bor, bu hozir endi keldi, chunki buni hali o'zimizda ham yo'q. Ochib ko'rsataman mayli, chunki buni yo'q, o'zi endi keldi. Nima, markaga ham endi keldi. Bu mana ko'rinishi. Lenovo Core i5 13-avlod, 8 Full HD IPS ekran. Mana bu mamnun qiladi. Buni narxi 370 dan qilib beramiz. 70 dan zo'r narx, 370 dan. 13 hash bo'lsa, yana ham gaplashamiz. 360 dan qilib beraman men. Skidka. Hayotda rostdan skidka bo'lsa, 360 dan beramiz. Ekrani IPS Full HD, ko'rinishi mokri rang bor. Buni butun o'zim bilan bitkash xizmatini bilasizlar. Undan tashqari Windows programma qilishim tekin. Biz mana shu hammasini Windows programmasini tekin qilib beramiz. Undan tashqari Office'da Excel, Word, PowerPoint hammasini boshqa Photoshop'lar hammasini tekin programma qilib beramiz hammasini. Mana shunaqa yangilari shunaqa ochish qiyin bo'lgan uchun ochishim mumkin ko'plarni. Vaqt ketib qoldi o'rashga. Vaqtida to'yib sotayotganman. O'sha hayit uchun qo'ldan kelgancha 360 dan qilib beryapman. Chunki 360 da faqat o'zim narx emas-da bu. Shunchaki qo'ldan kelgancha yaxshilik uchun harakat qilyapmiz. Lenovo bu chunki bu hash prosessor. Hash bo'lgani uchun ITga ham tushadi, o'qishga ham tushadi, buxgalteriyaga ham tushadi, hammasi tushib yuradi. Xullas, bitta vaqt o'zida hammasi bittan o'zida, misol uchun. Bizga kerak oldinlari masalan bosh og'rig'iga alohida dori, tish og'rig'iga alohida dori bo'lsa, hozir bitta dori hammasi ketadi, misol uchun. Bu ham xuddi shunaqa. O'qishga ham ITga ham hammasi ishlatib olasiz. Xullas, xuddi shunaqa Dell ham bor. Dell Core i5 12-avlod, 8GB RAM, 512GB SSD bor. Buni ekrani shunaqa Full HD IPS ekran bor. Buni ochish kerak ekan, vaqt ketadi. Mana, xuddi Dell. Buni ekrani 120 MHz, IPS ekran 120 MHz, mana shu daqiq bor 120 MHz. i3 13 bu. Dell i3 13 852GB, ekran 120 MHz. Narxi bozor yo'q narx beraman sizlarga. 290 beraman. Mana Dell o'z qimmat turadi bizga kerak. IPS ekran 120 MHz, 852GB. Bundan ko'p. Mana shunaqa yangidan taqish qiyin, chunki chiqarib kelmaydi yangilar. Bu ham xullas vaqt cho'zilib ketdi. Acer Core i7 12-avlod, 8 IPS Full HD ekran. Bu Acer buni narxini arzon beraman. Bozorda yo'q narx 400 dollardan beraman. 400 dollardan i5 12 kimda bor? Bu o'zi ham chiqsa kerak. Acer i7 12 400 dollar beraman. Bunda kam 4 dan 5 ta qolgan. Keyingisi bu plombas ochdik buni. Acer N4500 8 Full HD IPS ekan, tagida patentasi ham bor. Acer Aspire. Bu plombas ochilmabdi. Buni narxi 220 dollar beraman. Keyingisi Asus VivoBook. Mana o'shani yonib ko'ring, ko'rsatma. Buni ham shuni ko'rsatma. Asus VivoBook Ryzen 5 7520U 16 ga 512 ideal holatda. Bundan busi ham bor, yangisi ham bor. Busi narxi 330 dan, boshqa narxi 360 dan beraman. 360 dan. Mana 360 dan beramiz klientlarga, skidga, hayitlikka. Ryzen 5 yangi. Xullas, kimga yamash yangilar qiziq bo'lsa, kanalimizga a'zo qo'ying. Undan tashqari Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalda hammasi bitta ma'lumot berilgan. Telefon qilsangiz telefonga javob beramiz va butun o'zim bilan bitkash xizmati ham bor. Keyin videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.